İstemsiz balalar. İstemsiz. Bugün bizim derske Enise isimli kız keldi. İstemsiz balalar. İstemsiz. Biz sizin bilen bugün Kazan'a ekskursiyaga baracakpız. Siz Kazan turunda nerseler bilesiz ekan? Kazan zor hem oturuşu. Молодец. Kazan Tatarstan'ın başkası. Dürüst aytasın. Kazan Van'ın yer. Bitiririz. Kazan'da heykeller koyuyor. İyi. Kazan'da Kreml urnaşkan. Молодец. Kazan'da trolleybuslar, tramvaylar, avtobular yürüyor. Avtobuslar iyi. Kazan'da sırp var. İyi. Daha nerse? Молодцы. Bir bilesiz ekan. Aytamiz hadi mene hazır birinchi birini qaraymiz. Men sizga balalar bugün Kazan turunda bir ko'p birimlar hazırladim. Mana bu Kazan turunda hikoya. Siz alanı, sizin istalingizda kartochkalar yerda o'qirgan deysiz. Boshda aytdingiz nima? Bu hikoyada nendek so'z qabatlanadingiz? Bu hikoyada nendek so'z qabatlanadi? Manda Kazan sözü kabarmana. Aytdingiz hali, Qazon so'zi narsa bilan ayrilar ekan. Qazon so'zi narsa bilan ayrilar ekan. Kazan sözü kuşumçaları bilen ayrılır. Niçin Qazon so'zining qo'shimchalari turli? Niçin onun qo'shimchalari turli? Kazan sözü türlü kirişlerde durar. Qazon so'zi turli kelishlardan turadi. Молодец. Men hozir siz qizil flomasterlarni olib, üstüne Qazon so'zi üstüne kelishlarni qo'yasiz. 1, 2, 3 başladı. Siz bulduğunuz yara bir kere 5. Türk'ünü küteriz de Ömerler. Oldu. Bazen tekşireriz. Özünüz tekşirersiz. Hem neticeli ekranға ballarını koyuyoruz. Dürüst bulsa 2 balını koyuyoruz. Dürüst bulmazsa 0 bal. Hatalar bulsa 1 balını koyuyoruz. Siz neçe bal koydunuz özünüzge? Молодцы. Siz neçe bal koydunuz? Siz neçe bal koydunuz? Ay молодцы. Bir keylet yasadığınız iken, bütün kirişlerini bilesiz iken. Yani demek biz bugün nerselerini iğreniriz. Bugün derste biz tağın nerselerini iğreniriz. Kirişlerini. Kirişlerden kuşumçalardan. İyi. Biz bugün bana ne? İsimlerini kiriş bilendirlerinin iğreniriz. Hem sizge ikinci birim. Ya bu Kazan'ın kartısı, kişilerine kartısı. Hem şu kartıda nedir kişiler sözler yazılan o gibi. İsimleri bilirler. Senetken bu. Kuşumçalar verirler. Bu nerseyken yaz. Bu kuşumçalar. Bu kuşumşanlar isimlerinin kuşumşanları isimlerinin kuşumşanları. Men sizge şunday tablisalar tarattım. Biz istalgan şunday tablisalarni bak. Hozir siz şu tablisalar qo'shimchalarni yolg'onga tiyishsiz. 1, 2, 3 başladık. Bu ikinci birim bo'ldi meni. Ders ishlaysiz ekan, yo'qmi ekan? Tak. Yapıştırırız da onu ko'taramiz. Tekshiramiz narsani. Молодцы. Birinchi turkum hozir o'tadi. Ikkinchi istalgan qo'yingiz hozir o'zingiz tekshirasiz. Birga tekshiramiz, kerakmi? Komanda bilan tekshiramiz. Hozir osham, javoblarni oshamda tekshiramiz. İyi. Oldu mu? Üçüncü komanda. Qo'lni ko'targan kerak. Bitirgach qo'lni ko'tarasiz. Молодцы. Aydangiz hozir tekshiramiz. Baş geliş, qo'shimchalari yo'q. Iyada kelishi no'min yo'nalish g'aga tushim. Tambalarni qo'ying'iz, ishingizni belgilaysiz. O'zingizga necha ball qo'ydingiz? Siz necha ball qo'ydingiz? 2 ball qo'ydingiz. Bir kayda bo'lasiz. Allohga bak.
kichkinagina yarışu. Kichkinagina yarışu. Birinchi turkum barak vokzalga, ikkinchi turkum barak haykalni qararga, uchinchi turkum metroga boradi. Bu so'zlarni kelishlar bilan tillantirishga kerak. Yanında bunlar yanında ish bor. Bir ashiqmamiz yigirga kerak, bo'lmasa yigirga. Bir, ikki, ish boshladik. Ma'qul bo'lganda oshiqmishim. İkinci ham üçüncü turkumlar. Xatolar bormi? O'qimiz vokzalda bormi xatolar? Xatolar yo'q. Tak. Qo'yig'iz birinchi turkum, qo'ya 2 ball. İkinci turkumni tekshirishlar birinchi ham uchinchi retlar. Пожалуйста, haykalni haykalda bormi? Xatolar. Alarda da yo'q. Qo'yig'iz 2 ball. Молодцы. Üçüncü retni tekshirishlar birinchi bilan ikkinchi turkumlar. Metrodan metroda. Xatolar bormi? Yo'q, xatolar yo'q. Sizda 2 ballni qo'yasiz. Ay, bekayda tashlab ekansiz bolalar. Bekayda qo'yasiz. Davom etamiz. Aytasiz, hozir yol etib oling. Basimiz. Nima bilan deydi? Tıpır tıpır diyirge, timir idene gire. Tıpır tıpır diyirge, timir idene gire. Timir idene üstüne hafif balaslar gire. Timir idene üstüne hafif balaslar gire. Hafif balaslar üstüne timir üstüne gire. Hafif balaslar üstüne timir üstüne gire. Timir üstüne hafif balaslar gire. Timir üstüne kırmış tabaklar gire. Yalvardım sizge balalar. Biz bugün derste narsalarni o'rganamiz. Aytgizali muloqabatlar. Biz bugün kelishlarni o'rganamiz. Ismlarni kelishlarni o'rganamiz. Aytgizali hozir kichkinagina test o'tamiz. Men sizga chista qog'ozlar berganman. Tabog'izga istaldim. Hozir ondan javoblarni buna yozasiz. Birinchi sırav Amir. İsim narsaga bildirar yozig'iz. Harf nigina yozasiz. Bo'ladi. İkinci sırav ismning sıravlari mendek. Bo'ladi. Davom etamiz. İyalik kelishning sıravlari mendek. Dördüncü sırav. Qaysi so'z chiqish kelishinde? Beşinci sırav. G'ga qo'shimchalari qaysi kelishda? Altıncı sırav. Qaysi so'z dars yozilgan? Yedincisi dışım kelishinin qo'shimchalari nendek? Ham 8-ci so'nggi sırav. O'rin vaqt kelishindagi ismni topig'iz. O'rin vaqt kelishida nendek ism. Bo'ldimi? Balalar, siz isimlar turida ko'p bilasiz ekan. Aytagizali hozir tag'in so'nggi bilimni yasag'izlar. Men sizga shaharga degan so'z shaharga degan so'z sizga bo'ladi. Tataristonning so'z sizga bo'ladi. Qozon Tataristonning boshqalasi jurnalistlar. Sizga bo'ladi Idilda degan so'zda Qozon orqali tag'in Idil yozadi. Men shu so'zlarga morfologik analiz yasag'izlar. 1, 2, 3 başladık.
qo'ygan so'zingizga bo'lasiz. Ikkinchi turkum sizga Tataristonning degan so'z. Niki so'z turkumi? Nastya. Ism bo'ladi. Yolg'izlikni urib ismi ularni. Yolg'izlik ism degan so'z harfdan yoziladi. Birlikdami, ko'plikdami kelar? Nastya. Birlik sonlar. Nega kelish dedingiz? Yani kirişi. Birisniki biriz. İyi, olapsiz. Ham idilga degan so'z. Nega so'z turkumida kiradi? Nega so'z turkumi? Bu isim. Nega undaqlikmi, yolg'izlikmi? Yolg'izlik. Ism undaqlik harfdan yoziladi. Birlikdami, ko'plikdami? Ikkinchi turkum nechta javob bermaysiz? Birda. Birlikdami? Birlik sonda turadi. Nega kelishda turadi? O'rin vaqt kelishida turadi. Sizda 2 ball qo'yasiz. Молодцы, bolalar. Davom etamiz. Aytdingiz menga bolalar. Biz bugun darsda narsalarni o'rgandik. Kelishlarni o'rgandik. Ismlarning kelish bilan turlarini o'rgandik. Tag'in narsalar ishladik. Aysa bilan narsa Kelishlardan qo'shimchalarni o'rgandik. Dürüst yazarga alarmı ilerledik. Kirişlerin kuşumlarını dürüst yazarga ilerledik. Adamı narsa işledik ense bilen. Narsa işledik. Dağın işledik. Kazan'da ekskursiya vardı. İyi, Kazan'da ekskursiyaya vardı. İyi. Sizge ekskursiya şardı mı? Evet. Sizge ders şardı mı? Evet. Bilimler ağır buldu mu? Yok mu? Yok. Yarar, men sizga dağın ikinci yo'lga kelamda sizga yangi bilimlar olib kelib, og'irroq bilimlar bo'lib, sog' bo'ling bolalar.